natijalar ko'rsatib bormoqda. Aytish kerakki, jamoaviy yo'nalishda Sofiyada 3-o'rin qo'lga kiritishgan edi. 3-o'rin, ha. Yaponiyaliklar. Va Ozarbayjonda bo'lib o'tgan Jahon Kubogida ham ishtirok etgan va 15-o'rindagi natijani ko'rsatgan ekan. Ikki marta yo'qotib qo'ydi. Reynaning harakatlarini kuzatdik. Aytish kerakki, ikkita bundan avvalgi Sofiya va Bakuda bo'lib o'tgan musobaqada bu sportchi qiz ham biror bir yuqori natijaga, ya'ni kuchli Reinani Keiko Onoda rahbarligida mashg'ulotlarni olib boradi.